Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitaydan Şərq Türkistanğa baradigan Asiya liniyaları davamlıq köpəyməkdə. Xitay yaqinqi yillardan buyon Şərq Türkistanni xitaylashtirish boyliqini bulang-talang qilish planini hassilab kuchaytirgan bo'lib, buningga mos holda Asiya liniyalari hamda Xitoyga tutashgan tosh yo'llarini ko'paytirib, Xitoy oqqullarni Sharq Turkistonga ko'chirish majburiy emgak mahsulotlarini to'sh qadamini texmo tezlatmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 17 fevral xabar qilishicha, atalmış Şinjan Savdo İşleri Asiya Taraqqiyot Cheklik Şirkati Shenzhen Qorg'as Almuta Yevropa TIR yük avtomobili xalqaro bütün yük aeroplanidan iborat ikki dengiz halqigan transport liniyasini ishga kirishtirgan. Bu yangi Asiya liniyasi Sharq Turkistonning Qorg'asdan Xitoyning Shenzhenga tutishadigan havo yo'li ekan. Xabar qilinishicha, bu Asiya liniyasida B737 700 F tiplik yük aeroplani ishlatilgan bo'lib, yük to'shish miqdori 17,5 tonnaga yetadi ekan. To'shilgan yuklar Shenzhendan yo'lga chiqib, TIR yük avtomobili orqali Qorg'as portiga to'shiladi ekan. Tamojnadan o'tgandan keyin Qozog'istonning Almuta xalqaro aeroportiga bevosita yetkazildi ekan. Aerodromda qochilab to'shish tamomlangandan keyin Xitoyning yuk aeroplani Almuta xalqaro aeroportidan yo'lga chiqib, Kaspiy dengizi, Qora dengiz rayonini kesib o'tib, Yevropaga joylashgan Siprus Lanaka xalqaro aeroportiga yetib boradi ekan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida millionlagan Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, yoshlarni Xitoy o'lkalari va boshqa rayonlarga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytib, o'rniga Xitoy oqqullarni yerlashtirish qadamini tezlatmoqda va bu planining texmi yaxshi amaliylashishi uchun Xitoy o'lkalaridan Sharq Turkistonning har qaysi joylariga bevosita havo qatnashini kengaytmoqda va shundaqla temir yo'l va tosh yo'llarni Xitoyga bevosita tutashtirib, oqqullarni ko'chirish va Sharq Turkistonning boyliqini bulang-talang qilish salmoqini borgan sira oshirmoqda. Xitoy yana Janubiy dengizdagi jiddiy vaziyat sababli mollarni Sharq Turkiston orqali chet elga to'shish bilan birlikda Sharq Turkistonning boyliqini Xitoy va chet elga to'shish salmoqini davomli oshirmoqda. Trumpning tamojna jazosi Xitoyning iqtisodiy qiyinchiligini kuchaytirdi. Trumpning tamojna jazosi sababli Xitoyda aslida mavjud bo'lgan mahsulotlarning ehtiyojdan eshib ketish qiyinchiligi texmo kuchaygan. Yaponiya Asiya iqtisod gazetining 18 fevral xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoyga qarata yo'lga qo'ygan tamojna tadbirlari Xitoydagi iqtisodiy qiyinchilikni, bo'libmi ishlab chiqaruvchilarning arzon mollarni setishdagi qiyinchiligini texmo kuchaytmoqda ekan. 2024 yili 3-faslgacha Xitoydagi yangidan tizimlatgan shirkatlarning 23% dan ortiq ziyon tortganligini ma'lum qilgan bo'lib, ilgarigi yillardagiga selishtirganda ko'p bo'lgan. 400 milliard Amerika dollari qimmatidagi Xitoy eksport mollariga qo'shimcha boj qo'yish tadbiri texmo ko'p ishlab chiqaruvchilarni moliya qiyinchiligiga duchor qilishi va ishlab chiqarish shirkatlarining chet elga yo'tkilishini tezlatishi, shundaqla ojiz bo'lgan bozorga texmo ziyon yetkazib, pul paxalligi besimini kuchaytirishi mumkin ekan. Xitoy iqtisodining eksportga tayinishi va boshqa davlatlarning savdo to'salg'ularining kuchayishi aslidagi savdo kasodchiligini texmo murakkablashtirayotgan. Po'lat va quyosh energiya mahsulotlari qatorliq muhim sanoatlar ig'ir ta'sirga uchrab, cho'ng shirkatlar zo'r miqdordagi ziyonni ma'lum qilgan. Garchi Xitoy rejimi bahoni kontrol qilishga, texmo muqim raqobatni ilgari surishga uringan bo'lsa-mu, biroq iqtisodshunoslar faqat korxonalarning harakatini kontrol qilishning yetarli emasligini, iqtisoddagi ehtiyojning yetarsizlik masalasini hal qilish kerakligini ta'kidlagan. Ishlab chiqarish sanoatini markaz qilgan siyosatga yuzilnish xizmat puristining ko'payishiga yordami bo'lmagan bo'lib, tijoriy kasodlashgan shirkatlarning to'xtamay ko'payishiga sabab bo'lgan. Filippin boshqariladigan bomba sistemasi masalasida ching turmoqda. Filippin Xitoyning ogohlantirishiga qaramay, Amerika yasagan Tayfun boshqariladigan bomba sistemasini o'rinlashtirish maydonida ching turmoqda. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 18 fevral xabar qilishicha, Filippin Xitoyning chekindirish talabiga qaramay, Amerika yasagan Tayfun boshqariladigan bomba sistemasini o'rinlashtirishda ching turgan.
Bildirilishicha, Tayfun boshqariladigan bomba sistemasi yaqinda o'tkaziladigan birlashma qurol mashq manevrida ko'rsatilgan bo'lib, bu sirtqi tahdidlarga taqobil turish uchun davlat mudofaasini kuchaytirishni maqsad qiladi ekan. Bu qitimqi manevrga har qaysi rayonlarga tarqalgan 6000 askar qatnashadigan bo'lib, manevrda davlat mudofaasiga alohida ahamiyat berildi ekan. Filippin yana Hindistondan o'ttir musofirlik boshqariladigan bomba sistemasi setib olishni o'z ichiga olgan qurol setib olish imkoniyatini ko'zdan kechirayotgan bo'lib, rayondagi vaziyat keskin bo'layotgan sharoitda Tayfun boshqariladigan bomba sistemasining ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Amerika Isroiliyaga vayron qilish kuchiga ega bombalarni avatdi. Amerika Isroiliyaga binolarni tuzlab etalaydigan 2000 qadoqliq bomba avatgan. Avstraliya ABC xabarlari to'rining 18 fevral xabar qilishicha, Bayden hukumati G'azza rayonidagi fuqarolarning o'lim yetim ahvoli sababli Amerikada yasalgan MK-84 bombasini Isroiliyaga berishni vaqtliq to'xtatgan bo'lib, ammo Trump hukumati eksport cheklamasini bekor qilib, Isroiliyaga bomba yetkazishni asliga keltirgan. Isroiliya amaldorlari Trumpga rahmat aytgan. Bu kuchli bombalarning keng ko'lamlik vayron qilish kuchi bor bo'lib, davomlashayotgan to'qinish jarayonida Hamas va Ironga qaratilgan strategik uchur deb qaralgan. Bildirilishicha, zich aholilik rayonlarda bu xil bombalarni ishlatishning qonuniy asosiy masalasi xalqaro diqqat qo'zg'agan bo'lib, xalqaro qonun bo'yicha urushda bu xil qurollarni ishlatish urush jinoyati deb qaralishi mumkin ekan. Mutaxassislar bu xil harakatning ko'p sondagi fuqarolarning qazo qilishiga sabab bo'lishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berib, urushda insonparvarlik omillarini nazarda tutish kerakligini ta'kidlagan. Rossiya Google shirkatiga $42,000 jarimani qo'ydi. Moskva sud mahkamasi YouTube tor bekatiga qarata yangi jarimani qarori chiqargan. Bu qitimqi jarimani qo'yilishining sababi YouTube'ning rus askarlariga qaratilgan taslim bo'lish usullari to'g'risidagi bir videoni cheklamaganligi uchun bo'lib, jarimani miqdori 3.8 million rubl, ya'ni 42,000 Amerika dollariga yetadi ekan. Regnum torining 18 fevral xabar qilishicha, sud mahkamasi Google'ning bu harakatini qonunga xilof deb qaragan bo'lib, Google shirkati buningdan ilgari o'xshash sabablar tufaylidan jarimaniga duch kelgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Saudiya Arabistonida ziyoratda bo'ldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio rasmiy ziyorat uchun Saudiya Arabistonga yetib bordi va Valiahd shahzoda Muhammad bin Salman hamda Tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan bilan ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida ko'rishlarda ministr 1945-yili prezident Franklin Roosevelt bilan Padişah Abdulaziz o'ttirisida USS Quincy urush paraxotida o'tkazilgan yig'inning 80-yilligida Amerika Saudiya Arabiston munosabatining kuchayishini ta'kidladi, deyildi. Rubioning ikki davlat o'ttirisidagi iqtisodiy va mudofaa hamkorligining kuchayishini 4 ko'zi bilan kutilganligini va ikki taraflama hamkorlikni texmo kuchaytirishga qat'iy niyatlik ekanligini uchrashgan kishilarga yetkazganligi bildirildi. Bayonotda ministr va Valiahd shahzoda G'azzada urush to'xtatishning yo'lga qo'yilishini va Hamasning Amerika fuqarolarini o'z ichiga olgan barliq asirlarni qo'yib berishini qo'lga keltirish to'g'risidagi qat'iy niyatini takrorladi, deyildi. Rayonning bexatarligiga to'kib qo'shadigan bir tuzilmaning muhimligi ta'kidlangan bayonotda yana Qizil dengizning bexatarligi va qatnash erkinligi masalalarini o'z ichiga olgan holda Livan va rayondagi o'rtaq manfaatlarni ilgari surishga munosabatli qarashlarning muzokara qilinganligi qayd qilindi. Yana bir tarafdan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan muavin prezident Yuriy Ushakov boshchiligidagi Rossiya vakillari o'miki, Riyodda Marco Rubio boshchiligidagi Amerika vakillari o'miki bilan ikki davlat munosabatlari, Rossiya-Ukraina urushi qatorliq ko'plagan masalalar haqida suhbat bo'ldi. Uchrashishdan burun Ushakov eng muhim masala Washington bilan oramizdagi munosabatlarning haqiqiy ma'noda normallashishini qo'lga keltirishdir. Amerika vakillari o'mikidagilarning orasida muhim shaxslar bor.
bizmi bu yerga muvaffaqiyatga erishishni ko'zlab keldik degan edi. Mazkur uchrashishning Trump-Putin uchrashishining muqaddimasi bo'lib qoladiganligi bildirilgan bo'lib, Trump bir qancha kun ilgari matbuot xodimlariga bergan izohatida Rossiya Ukraina urushini to'xtatish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini qayd qilib, Rossiya davlat raisi Vladimir Putin bilan qachon ko'rishadiganligi haqidagi savolga nihoyatda tezli bo'lishi mumkin, yaqinda bo'ladi deb javob bergan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.